Do'stlar, qaranglar, men kelayotgan dasturchiga. Okay, assalomu alaykum. Bir minut. Siz omadingiz keldi, siz bugun Temur Bratni uchratdingiz. Birdan o'zgacha yoqtirgan soningiz. 50 gacha pul sizga olyapman, aka. Shoshilib o'tgan bo'lsangiz, qani tezlikda sanab tashlaymiz. Priyetar qilsak 49 50 voy, dot 49 qarang, 50 ming bo'lgan ekan. Qarang, aka, men sizga qarang. Oxirida javobini aytasiz. Ochiq oxirida qiziq bo'ladi. Agar Temur Bratga podpiska bo'lib, men podpiska bosgan homiylarimga podpiska bosgan bo'lsangiz, ushbu 10 millionga yaqin pulni beraman. Yoki-da Temur Bratning oxirgi 10 ta videosidan bittasiga like bosgan bo'lsangiz va Temur Bratga podpiska bosgan bo'lsangiz, 500 ming beraman. Bizga podpiska bosganmisiz? Voy, do'stlar, qaranglar, hozir yomoni bo'ladi lekin, o'sha turib. Qarang. Bering shunda tekshirsam bo'ladimi? Do'stlar, agar podpiska bosgan bo'lsalar, hozir 500 ming beraman, aka. Qani ketdi Temur Brat. Podpiska bosmagan ekansiz. Qarang, agar siz Temur Bratga podpiska bosib, oxirgi men 10 ta videoni xatayam, sizga prosta tak like bosganingizda men sizga 500 ming bermoqchi edim. Endi 10 million yutib olish, Temur Bratga podpiska bosib, men 15 ga yaqin odamimga podpiska bosib qo'yganingizda men sizga 10 millionga yaqin pul bergan bo'lardim. O'yinimiz haqqoniymi ekan, aka? Joningiz sog' bo'lsin, charchamang, aka. Do'stlar, qaranglar, biz hamma odammiz, do'stlar. Faqat shartlarni bajaringlar, nima qilishni bilasizlar. Shu videoga like bosinglar va men podpiska bosgan homiylarga podpiska bosib qo'yinglar.